Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugungi brifingda sizlarga retsept bilan beriladigan dori vositalari uchun referent narxlarini belgilash tizimidagi muhim o'zgarishlar haqida ma'lumot beramiz. Avvalo 2025-yil 25-dekabr sanasida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining 37-35 sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan referent narx shakllantirish tizimi doirasida retsept bilan beriladigan dori vositalari narxlarini qayd etish tartibi to'g'risidagi nizom 2026-yil 28-mart sanasida kuchga kirganini ta'kidlab o'tamiz. Mazkur nizomga muvofiq dori vositalarining referent narxlari qayta ko'rib chiqildi hamda 2500 dan ortiq dori vositalari narxlari pasaytirilgan holda ro'yxati shakllantirildi. Ushbu ro'yxat Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining farm.gov.uz rasmiy veb-saytiga joylashtirildi. Chakana narx 90 kundan so'ng 2026-yil 1-iyuldan amaliyotga joriy etiladi. Agar ushbu ro'yxatda kiritilgan dori vositalarining referent narxlarida xatoliklar aniqlansa, tadbirkorlar va manfaatdor tomonlar Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga murojaat qilishlari mumkin. Shuningdek, alohida ta'kidlash lozim, dorixonalarda retsept bilan beriladigan dori vositalari faqat belgilangan referent narxlar asosida sotilishi shart. 2026-yil 6-martda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi 1120 son qonuniga muvofiq ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlar asosida retsept bilan beriladigan dori vositalarini belgilangan referent narxlardan yuqori bahoda sotish taqiqlanadi. Qoidabuzarliklar uchun javobgarlik choralari kuchaytiriladi. Qoidabuzarlik holatlari aniqlangan taqdirda qonunchilikda belgilangan tartibda ma'muriy choralar qo'llaniladi. Takroriy yoki qo'pol qoidabuzarliklar sodir etilganda esa dorixona litsenziyasi bekor qilinishiga olib keladi. Bundan tashqari tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bo'lmagan dori vositalarini sotish tartibini buzganlik uchun jarimalar ham keskin oshirildi. Ilgari bu jarimalar bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha bo'lgan bo'lsa, endilikda 50 baravardan 100 baravargacha yetkazildi. Mas'uliyatni kuchaytirish maqsadida vakolatli organlar tomonidan dorixonalarda sirli xaridor usuli orqali tekshiruvlar amalga oshirilmoqda. Bu orqali referent narxlarga rioya etilish talablarini bajarish doimiy nazoratda ushlab turiladi. Shu bilan birga aholi uchun qulaylik yaratish maqsadida agentlik tomonidan yaratilgan Farm.uz mobil ilovasi orqali fuqarolar dorixonalarda dori vositalarini xarid qilayotganda ularning belgilangan referent narxlarini mustaqil ravishda tekshirish imkoniyatiga ega. Agar dori vositasi belgilangan narxdan qimmat sotilayotgani aniqlansa, fuqarolar ushbu mobil ilova orqali to'g'ridan-to'g'ri murojaat yoki shikoyat yo'llashlari mumkin. Shu munosabat bilan barcha dorixona egalari amaldagi qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilishlariga chaqiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.